Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. 113 kvadrat natural binamiz sotuvga qo'yilgan ekan. Xudo xolasa sizlar bilan shuni ko'rib danishib boramiz. Yurtdonimiz 2 darvoza qo'yilgan. Doğru ish boshlab bersangizlar ham bo'ladi. Yonboshlamina servislar bor, mashina tadbirlar. Lokatsiyani yaxshilab tushuntiradigan bo'lsak, e'tibor beramiz. Xiva yo'li 10 kolozda burilgan dom, sida oradan chap aylanasizlar, qizil metan bor. Shu yerdan girib kelsangiz, yana ulli yo'l yo'lini turibdi, e'tibor beringlar. Ulli yo'ldan yana ko'p yurmaysizlar. Sal yerganlaringiz yana shu yerdagi zdaniyada bo'ladi. Sizlar bilan shuni ko'rib danishib boramiz. Eldilerimiz yine kuyup turttu. Ullu köçe. Elsvetten gelasizlar yine. Yan taraftan yine ustaxanalar var. Halan bir özdeyiz pamlaştırasızlar. Nav açamanda sezdirəm. Natural bina dokument 100% tayar bo'ladi. E'tibor beramiz, birimizdeki vəclər həmməsi getədi. Şu binamızda öz satıladı. Akuratli holatda yine. İstəyəşə bo'lgan meri bir yerdə yine razı ol üçün özləri pamlaşdırıb zətkənlər. Atap yerlərimiz ham o'tgan, svetlərimiz ham boyna. Yurtdonimizning bu ustunmetlerini alt gidiyorlar. Razı ol üçün planlaşdırılan halasazda özəyiz yana ustunov ketib, razı olmaqsızdan boladı. Atap yine ötken çoyun batırlar qoyulğan. Yurtdonlarımızın bir tarafında tualet ham bor, şunun kichkina mestasi ham bor, e'tibor beramiz. Bu yerda yana tualeti. Yurtdoshlar narxına keladigan bo'lsak, narxi $30.000. Kimon ma'qul bo'lsa ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.